Agar siz kechasi bir o'zingiz o'rmonda sayr qilayotib, tasodifan shunday arkasi bor tashlandiq va yoqimsiz qishloqqa duch kelsangiz, bilingki, siz anomaliya 56 ga tushib qolgansiz. Xavotir olmang. Agar qoidalarga amal qilsangiz, siz bu yerdan tirik chiqib keta olasiz. Xullas, qishloqning ichiga kirib, asosiy binoni toping. Uning eshigi chiroyli yoziq bilan ajralib turadi. Binoni ichiga kirgach, stolning ustida qoidalarning ro'yxatini toping. Birinchi qoida: agar uylarning qay biridadir chiroq yonganini ko'rsangiz, tashqariga aslo chiqa ko'rmang. Bu yaxshilik bilan tugamaydi. Ikkinchi qoida: agar ko'chadan qadamlarni va g'alati ovozlarni eshitsangiz, zudlik bilan fonarni o'chiring va qayergadir bekinib oling. Oynani oldiga umuman yaqinlashmang. Biroz vaqt o'tib ovozlar to'xtasa, bu siz xavfsizlikdasiz degani. Uchinchi qoida: har kuni qishloqning ichida kamida 2 mahal aylaning va ana shunday temirli fragment qidiring. Ularning umumiy soni 56 ta bo'lishi kerak. Ular sizga bu yerdan chiqib ketishingiz uchun kerak bo'ladi. To'rtinchi qoida: agar fragmentlarni qidirayotib, uylarning birida sizga kimdir qarab turganini sezib qolsangiz, zudlik bilan asosiy binoga qayting va eshiklarni qulflab, oynalarni bekitib 10 daqiqa kuting. Undan keyin siz xavfsizlikda bo'lasiz. 5-qoida: har kuni kechasi soat 1 da asosiy binodagi turgan telefonga qo'ng'iroq bo'ladi. Telefonni ko'taring va mavzudan tashqariga chiqmagan holda topishmoqlarga javob bering. Agar siz mavzudan chetga chiqsangiz yoki topishmoqni topa olmasangiz, ular sizni ortingizdan kelishadi. Barcha fragmentlarni yig'ib bo'lganingizdan so'ng, qizil telefon turgan joyga kirib, uxlashga harakat qiling. Uxlab qolganingizdan so'ng, siz real hayotda oxirgi payt hushingizni yo'qotgan joyda uyg'onasiz.